Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, ularning muammolarini o'z vaqtida aniqlash va hal etish, bandligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor kiritilmoqda. Prezidentimiz tomonidan yoshlar bilan ishlashda yangicha yondashuvlarni joriy etish, davlat va huquq-tartibot organlari rahbarlarini yoshlarga otaliq asosida biriktirish vazifasi belgilab berilgan. Mazkur topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Beruniy tumanida ham izchil ishlar olib borilmoqda. Tuman prokurori Shokir Matyaqubov o'ziga biriktirilgan hudud yoshlari bilan uchrashib, ularning muammo va takliflarini bevosita tingladi. Uchrashuv ochiq muloqot va samimiy ruhda o'tdi. Davra suhbati davomida yoshlarni qiynab kelayotgan masalalar, jumladan ish bilan ta'minlanish, kasb-hunar o'rganish, tadbirkorlik faoliyatini boshlash, huquqiy bilimlarini oshirish bilan bog'liq savollar muhokama qilindi. Shuningdek, yoshlar tomonidan bildirilgan takliflar va tashabbuslar e'tibor bilan tinglandi. Uchrashuv davomida yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish, ularni qonuniylik va adolat ruhida tarbiyalash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish masalalariga ham alohida e'tibor kiritildi. Bu borada prokuratura organlari tomonidan amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar haqida ma'lumotlar berildi. Hech kimga sir emas, davlat rahbarining yoshlarga bo'lgan e'tibori alohida o'rin egallamoqda. Davlat rahbari topshirig'iga ko'ra, tumanimizdagi barcha rahbarlar o'zlariga biriktirilgan yoshlar bilan uchrashib, ularning muammolarini tinglamoqda. Xususan bugun tumanimiz prokurori o'ziga otaliqqa biriktirilgan yoshlar bilan uchrashib, ular bilan suhbatlarni olib bormoqda. Suhbat jarayonida har bir yosh bilan individual yondashgan holda ularning muammolarini, ularning takliflarini tinglab, ularga ko'rsatish mumkin bo'lgan yordamlar rejasi, dasturlar tuzilmoqda. Dasturlarda yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni bezovta qilayotgan ijtimoiy, tibbiy va boshqa muammolarni hal qilish, undan tashqari yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida kredit mablag'lari yoki boshqa resurslarni taklif qilgan holda ularni tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Ushbu tuzilgan yo'l xaritasi asosida tuman prokurori, Yoshlar ishlari agentligi va mahalladagi yoshlar yetakchilari bilan birgalikda ushbu yoshlarning katta hayotga qadam qo'yishi hamda noto'g'ri yo'llarga kirib ketmasligini oldi olinadi. Mazkur uchrashuv yoshlarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, ularning muammolarini joyida hal etish hamda faol, tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Beruniy tumanida yoshlar bilan ishlash tizimi izchil davom ettirilib, har bir yoshning jamiyatdagi o'rni va kelajagi e'tibordan chetda qolmasligi ta'minlanmoqda. Ushbu xabarni barcha tanishlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.